Tasavvur qilolmaysan qancha pul berib yuborganimni. Soat 6 gacha tovar qo'lingda bo'ladi. Xotin, gapingga javob. Asl, Ha boshliq. nima bo'ldi? Bo'lmadi boshliq. Nimaga bo'lmaydi? Bo'lmadi, вообще bo'lmadi. Rasvo qiling bo'lmagan bo'lsa, bilasanmi? Meni kinaying yeydi, o'z uyga borsam, va'da qilib qo'yganman. Men senga qancha pul berganimni bilasanmi? 100 ming berdim. Kimsan? Ket. Ben birinchi zam. Birinchi zam. Xo'p, Ishlaymi? tinchlik. Nima xohlaysan? Manamni ko'rmaysanmi? Bitta ish buyurgandim, 100 ming pul berdim bugun kinay tug'ilgan kuniga sovg'ani olib kelmagan. 100 ming. Qanaqa odamsan? So'm, 100 ming so'm. Uyalinga boshliq 100 ming so'mga shu bolamni shu o'tiribdi endi. Nimaga? Yetadi-ku. Nima bo'ldi? Nima muammo? Muammo sovg'a yetolmayman 100 mingga. Pulam yo'q. Mana. Bor. Shu muammomi? Ha? Shu muammo? Boshliq, qarang. Yaqinda o'rtoqlarim Aha. Zumrad Shop veb-saytini ochgan. Oho. Ana u yerda Aha. ayollarimiz uchun 95 mingdan boshlab 60 ming, eng kam 10 ming so'mgacha bo'lgan tovarlar bor. Oho. Qolaversa, Toshkent shahar bo'ylab mutlaqo bepul dastavka. Dastavka. Eng qizig'ini aytaymi? Boshliq, mahsulot keladi, ko'rasiz, yoqsa pulini berasiz. Ya ishonmayman. Mana. Ya. Mana. Ayollar uchun buxi, erkaklar uchun buxi, Aha. ayollar uchun buxi, erkaklar uchun, yana erkaklar uchun. Bunga nima deysiz? Hammasiga 250 ming so'm sarf qildim. 250 ming sarflading. Hu. Endi menga qarab bochka o'y deb sani bo'lmaydi. Garrijon, bu sovg'alar menga. Sen o'zingga boshqa ol. Kakras ishim bitta. Ishdan bo'shaysan. Men aynan sizga deb olib kelyapman bularni. Sizga o'zi kelayim tug'ilgan kun eshitib qoldim. Aynalar. Nima ish qilasan? Men zamiz. Aynalar. Zammi. Zama. Ha? Bugundan boshlab mana shu aslni o'rniga sen o'tirasan. Gapingga javob. Aylanay boshlig'im. Boshlig'im otam, boshlig'im onam. Rahmat. Bor. Boringizga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Bor. Zo'r bo'ldi-da. Boshliq. Endi Ha. u bilasizmi, u matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-da. Nimasi yo'qmadi? Yo'q, endi yaxshi joyda edim, bir pastga qarab tushib ketdimmi nimadir bu? Yetadi. Menga hozirdan sen pora taklif qildingmi? Menga pora-pullar yo'qmaydi. Yo'q, endi pora emas-da bu. Biz Kalitlarni berdingmi? A bu ammamning o'g'li ekan. Jigar. ha, mayli. Endi almashdinglar-da, o'rin almashdi. Ha, mayli. Maylimi? Yo'qmi aytgan bo'lsa bemalol. Yo'q. Kalitlarni oldim. Hammasi, ha. Yur jigar. Xo'p, mayli. Mayli. Shuncha yordam qilib, zamdan qorovulga tushdimmi? Bo'lay, shkafat. Kirma yoqqa. Uxlab qolma deydi yana. Tavba qil.